Shunday onalar borki, bolasida tish chiqishi qachon boshlanganini bilmaydi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tish chiqishi dentitsiya deb aytiladi. Bu jarayon 4-7 oylikda boshlanadi. Buning asosiy belgilari: milkni tish chiqayotgan joyda qizarishi va shishi, ko'p sulak oqishi, bezovtalik, injiqlik, uyqusizlik, ishtahasini yo'qolishi, bola hamma narsani og'ziga solib chaynashga harakat qilishi, tana haroratini 37,5 gradusdan 38 gradusgacha ko'tarilishi, 1-2 marta ichib ketishi va tez quloq sohasini ushlashida. Chunki og'riq shu atrofga tarqaladi. Bu vaziyatda bolaga yordam berish kerak. Maxsus silikon bilan tish chiqayotgan milk sohasini uqalash. Bunda qon aylanishi yaxshilanadi va tish chiqishi tezlashadi. Sovuq pyure, sovuq yogurt berish sovuqlik og'riqni kamaytiradi. Maxsus tish chiqaruvchi gellar ishlatish va eng asosiysi, bolani bunday paytda yolg'iz qoldirmaslik kerak. Uni ko'tarib yurish, erkalash lozim. Chunki bola yolg'izlikda bunday og'riqqa bardosh bera olmaydi. Sizning farzandingizda ham bu belgilar kuzatilyaptimi? Savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring.